Nous avons mené une enquête numérique, analysé des vidéos, des images satellites et des documents officiels qui montrent que cette politique d'installation... Avrupa Madaniyat televiziyasi yaqında Xitoyning mustamlika tashviqotchilari nomli hujjatlik video tarqatgan bo'lib, Uyg'ur rayoniga ko'chib borgan Xitoy aqollarining texmi ko'p Xitoy ko'chmanlarini Uyg'ur rayoniga jalb qilish uchun ilib borgan to'r tashviqotlarini bosh tema qilgan. Où vivent 12 millions de Ouïghours. Comme le berceau des talents de l'économie numérique et des élites internet de la première division du XPC. Bu videoda Kommunist Xitoyning Bingtuandan foydalanib qandaq mustamlikachilik va zo'ravonlik ilib borganligi, Uyg'urlarni keng ko'lamda lagerlarga sulab, ularning yer zamini, uylari va ish o'rniga ichkari Xitoydan kelganlarni urlashtirganligi, Uyg'ur yoshlarini bo'lsa, ichkari Xitoyga majburiy emgak qullari bo'lishga mangduganligi La brise de printemps est un programme d'État pour aider les étudiants et les chômeurs en milieu rural à trouver du travail. Uyg'ur diyoriga yerlashgan bu Xitoy tashviqotchilarining naq maydon so'zlarida Bingtuan doiralarining Xitoy ko'chmanlariga doj shakllik uylarni selib berganligi, 58 ming so'mga 2 yig'izliq, 1 salonliq uy setib berganligi tashviq qilingan. Buningga Aqsu 1-diviziya Orol shahri misol qilib ko'rsatilgan. On reconnaît bien la forme des toits roses et blancs. Ce quartier est situé à Alar, une ville nouvelle en pleine expansion. Bu to'g'riliq maxsus video qonunni oshgan Shandongliq bir Xitoy, bu yer nihoyat tinch, bexatar. Nurg'un do'stlar xizmat va bolalarini deb bu yerga kelib yashayotidi degan. Pour s'installer à Alar. Qu'il aurait lui-même eu l'idée de déménager. 有一个山东的一个柱子哥，他也是从看着他视频一路往西来了。来到了阿拉尔。 Amerikadagi siyosiy kuzatchi Elshad Hasan Efendi bunda Xitoylarning siyosiy ko'chmanlar ekanligini bildirib mundaq dedi. Chunki bularning maqsadi u yerga berish, Xitoyninki mustamligidagi Sharq Turkistonni ishg'ol qilish, shu ishg'ol hokimiyatining yon tayig'i bo'lish. Masalan, shu videodagi Xitoy tashviqot berish orqali shu yerdagi ishg'oliyat hokimiyati uchun xizmat qilyapti. O şu hakimiyetden menfaatlendi, onunki şu hakimiyetninki teşvikatını veriyordu. 然后我帮那个朋友找一找工作，推一下这边的工作。 Pour le compte de qui travaille-t-il? Nous découvrons ces images. Avrupa Madaniyat televiziyasi tarqatgan bu videoda yana 6-diviziya Vujachu shahri 50-tuvanning e'tibor siyosati haqidagi hujjat Xitoyning mustamlik siyosatining paketi sifatida ko'rsatilgan bo'lib, uningda yangi kelgan har bir Xitoy ko'chmanga 2 modin uylik joy, 35 modin yer taqsimlanganligi, ijara uyga 4 yil ijara to'lamaydiganligi, ijara vaqti to'shqandan keyin uyni davomli ijaraga olsa yoki sotib olsa bo'ladiganligi, uy sotib oluvchilarga har nopsqa 40 ming yuan yordam, har oyda 400 yuandan 1000 yuangacha turmush rasxoti berildiganligi, haqsiz davolanish va haqsiz sug'urtadan bahramand bo'laoladiganligi, 60 yoshga to'shqanda pensiya puli ololadiganligi belgilangan. Ils incitent leurs compatriotes à les imiter. Amerika Cornell universitetining o'qituvchisi, Xitoyda ko'p mazgil turgan shvetsiyalik antropolog Magnus Fiskasio o'zining X hisobida bildirgan inkosida bu hujjatlik videoga yuqori baho bergan hamda mundaq deb yozgan. Bu natsistlarning usuli, ya'ni oldi bilan irqiy kamsitish tufaylidan yerlik aholilarni qo'g'lab chiqardi. Ularni lagerlarga sulab qul qiladi. Orqadan uylarini tortib oladi. Doktor Magnus Fiskasio ziyoratimizni qabul qilib mundaq dedi. Now I think with this video is showing us how the Chinese state, the Chinese Communist Party and the party state. Bu videoda Xitoy hukumatining ko'plagan Xitoylarni Xinjiangga kelib mustamlikachilik qilishga rag'batlantirganligi ko'rsatilgan. U Xitoylar Xinjiangga mundaqli kelib qolgani yo'q. Qo'riqtalgan uylarga o'zchilik kirib qolgani yo'q. Balki u tashkillik planlik qilinayotgan ish. Hukumat yollagan tor tashviqotchilar o'z yurtidagi Xitoylarni qiziqtirib, Xinjiangga kelsa cho'ng o'yga erishadiganligi, pul topa oladiganligini aytdi. Hozirgacha e'lon qilingan 500 dak videoni ko'rganimizda, ularning asosan hukumat yollab olgan tashviqotchilar ekanligi aniq. Hukumat ulardan vosita sifatida foydalandi. Shunga ular o'zimi mustamlikachilar hisoblanadi. So he's very much an instrument of the state at the same time that he is also himself a colonizer.
Comme on le voit sur ces images d'une télévision d'État, il s'agit en Bu réalité hujjatlik videoda yana Bintvanning Uyg'ur rayonida paydo bo'lish, taraqqiy qilish tarixi, ichkari Xitoydan keladigan ko'chman nopsni ishga o'rlashtirish va yerlashtirishda o'ynagan hal qilg'ich roli ko'rsatilgan. Shinjang saqchi hujjatlaridan oshkorlangan 2017-yil 12 oyda taqiqlanganligi ma'lum bo'lgan Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitet ishxonasi hujjatida millatlarning nopus qurilmasida tengpungsizlik ig'ir. Janubiy Shinjongda yana 300 ming odamni ko'paytib, Xitoy nopusining Janubiy Shinjongdagi nisbatini oshirish kerak deb aniq ko'rsatilgan edi. Bu hujjatlik videoda Uyg'ur rayonidagi yoshlarning davomli turda ichkiridagi zavodlarga majburiy emgakka ma'murlanganligi ko'rsatilgan. Masalan, 2023-yil bahor shamol harakatida Qashqardan bir turkum Uyg'ur yoshlari Xubayga ma'murlangan. 4-oyning 6-kuni bir kunda mangdigan yoshlarga 102 dona poyezd bileti e'longanligi ko'rsatilgan. Bu harakatni Qashqar shaharlik Partikom va xalq hukumati tashkillagan. Uzatish marosimida ommaning ish qurilishini tezlatib, inoq jamiyat barpo qilayli. Uydan chiqsang jahon degan kangri, ishlab pul tepib holliq seviyaga yet. Sirtqa chiqib bir yil ishlasang, oilang puldan g'am qilmaydi degan shuar lozunkalari eslilgan. 2023-yil 8-oyning 26-kuni Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Shi Jinping Uyg'ur avtonom rayonlik Partikom va hukumatning dokladini anglagandan keyin Uyg'ur avtonom rayonining Xitoydagi strategiyalik o'rnining favqulodda muhimligini ta'kidlagandan boshqa Xinjiangdagi ommani ichkari Xitoyda ish qurilashtirishga yetaklash, ichkari Xitoydagilarning Xinjiangga kelib igilik tiklashi va o'tiraqlashishiga ilhom berish va yordam berish kerakligini eskartgan edi. Mazkur hujjatlik videoda bu nuqta alohida gavdalantirilgan. Doktor Magnus Fiskesio yana mundaq deydi. There are many people still, even though the genocide has been going on since 2017. 2017-yildan buyon irqiy qirg'inchilik boshlanib, hozirgacha yanada ko'plagan insonlar Xitoyda yuz berayotgan har xil ishlarning bir-biri bilan bo'lgan bog'lanishini tushunmay kelyotdi. Ba'zilar Xitoydagi yig'ib olish lagerini anglagan bo'lsa-mu, Xitoyda faqat shu birla masala bordek o'ylab oladi. Buning ichidagi ishlarning munosabatini bilmaydi. Meningcha ko'plagan lager mahbuslari sharoitning nacharligi tufaylidan o'lib ketdi. Hayot qolganlari majburiy ishlashni tanlashi mumkin. Ularning sonini 3 millionga bordi deb taxmin qilishga bo'ladi. Balkim ular allaqachon qul emgagiga selinib bo'ldi. De propagande d'avril 2023, nous pouvons voir plusieurs dizaines de jeunes travailleurs ouïghours.